Akalar Italiyada kelayotgandim, manaqa opalar turibdi stolchasini qo'yib. Xullas, ikkita uchta joyda turibdi u, ash koordinatasini tashab qo'yaman akalar. Mashinani, furani ko'rsa yo'liga yugurib chiqyapti opalar. Anaqasi yo'q, pastida ishloni yo'q, mashincha tizzagacha kiyim olgan, yugurib chiqyapti. Hayron qolib, "Ha, dokumentim joyida-ku" desam, "Yo'q" dedi. Bitta qog'ozni oldi. Men tilini italyanchani tushunmayman-ku. Xullas qog'ozni olib turib, haligiga x qilib, uchta x qilib yozib, "You want" deb mamnaqa qilib ko'rsatyapti. Meni dokumentim bor desam, 20 euro, 20 euro dedi. Axir hamma dokumentim bor-ku dedi, menga hech narsa you want nima deyotganini tushunmayman. Melisadan ham buncha qo'rqmaganman akalar. Agar mabodo shu ko'chaga kirib qolsalaring, kelmanglar. Mana men yo'lda o'tirgan ekan masjidda. Keyin majnaqa deb yo'limga chiqyapti. You want dedim. Nima deganini men bilmayman to'g'risi. Qo'rqib ketdim onasini o'zi. Hozir endi menejerga telefon qilib aytaman, yo'limda shunaqa opalar chiqib, anaqa x deb yozib qo'yapti deb, hozir men telefon qilishim kerak srochniy. Agar niyatlari yomon bo'lsa men melisa chaqirishim kerak bo'lmaydi. Mana yo'lda to'lla hozir 17 yana bitta pitayda bor ekan. Mana shu hozir koordinatasini tashab qo'yaman. Shu joyga kelganda ehtiyot bo'lib o'tinglar akalar.